Ayoli ota-onasini sog'insa, uni ota-onasini ko'rgani jo'natsa, u xotin quli ekan. Sizning qiz farzandingiz bormi, do'stim? Hurmatli negativ. Agar bo'lmasa, sizga Alloh qiz farzand bersin. Siz uni 20 yillab mana shunday qilib katta qiling, himoya qiling, o'qiting, oq yuvib, oq tarangda bir kun kelib hayot qonun qoidasiga bo'ysungan holatda uni turmushga bering. Yuragingizni sug'urib olib chiqib ketmasa aytasiz. Keyin 6 oy o'tyapti, 1 yil o'tyapti. Turmushga chiqqandan keyin sizni ko'rgani kelmayapti. Telefon qilmayapti hatto. Qila olmayapti telefon. Yo'qmi shunaqalar? Bor. Keyin qizim qachon kelasan? Sog'inimsan. Dada ruxsat yo'q deyapti. Men aytganda borasan deyapti. Nima qilay deyapti. Siz keyin yuragingizni ushlab olsin, yiqiling, azoblaning. Siz xotiningizni ota-onasini sog'inganda uyga qo'yvormagansiz-ku. Qanday ota-onasi yuragini ushlab qiynalagan bo'lsa, siz ham xuddi shunday qiynaling. Keyin jon taslim qiling. Sog'inib. Xuddi shunday. O'z ota-onasini turmushga chiqqandan keyin so'nggi manzilga kuzatolmagan qizlar qancha? Agar bu kitobni o'qisangiz, sizga o'xshagan qo'shtirnoqchadagi taxtakala negativlar kamayadi. Kim nima ish qilish kerak? Hamma o'zini vazifasini yaxshi bilar edi.